Yana bitta naborimiz. Bu naborimiz ichida 4 ta sprey bor. Idishchasini kosmetika qilib bemalol ishlatsa bo'ladi. Ancha chidamli, uncha-munchaga yomon bo'lmaydi yoki qiyshayib qayrilib ketmaydi. Mana ko'rib turganinglardek, The Best of Mist, ya'ni eng yaxshi mistlar to'plamida. Ichida har bir 4 ta mist haqida to'liq ma'lumot keltirilgan. Nimaga o'xshaydi, qanaqa hidlari, qancha grammdan bo'ladi. Mana idishlarni ochilishi. Alohida olinadi. Bare Vanilla bor, Pure Seduction bor, Velvet Petals bor, keyin Love Spell bor. Har qanaqa aromatdan borda, misol uchun sal shirinroq, bunisi shirin, haqiqatdan shirinroq hid, ancha shirin. Bunga nisbatan bundan ko'proq gullar hidi keladi. Bunisidan shirinroq marshmallow, vanillan hidlari keladi. Keyin mana bunisidan bor, gullarni hidi keladi, atir gullarni. Keyin Love Spell, ya'ni mana o't